azizlarimiz. Azizlarimiz, mehribonlarimiz. Kechqurun to'yma-to'y yuramiz, ishmi-ish yuramiz. Ko'p to'yxonalarda oldida, adabada bizda nima ko'p tilanchi ko'p bo'lib qoldi. Tilanchi deganda ham kambag'alchilikdan emas. Men tilanchilarga bo'ladigan anaqalarimni aytmoqchiman. So'raydi, endi bizda xo'jayin beradi. So'rama xotinim oldida kelmaydi, kashilib yurmang, xijolat qilasizlar. Bu bir. Ikkinchidan muzikantlarimiz ham berayotgan, yordamchi prodyuserlarim berayotganini ko'raman. 5 minglik, 10 minglik chiqadi. Bo'ladi 2 minglik. Beling og'rimasdan pul topyapsan-da, yana olmaysan nazaringga ilmasdan o'sha pulni. Menimcha bu narsalarga chek qo'yilish kerak. Chiq, ishla, oyoq qo'ling butun. Tilanchi o'zi ofitsiantga bergan yaxshi undan ko'ra. Oyoq qo'lni qo'liga olib, ertadan kechgacha ishlaydi, o'qiydi. Joyiga berish kerak. Ko'chada o'tirib olib, yana kichkina pulni nazariga ham ilmaydi ham, olmaydi ham, bir berganga to'ymaydi ham. Bu juda xunuk narsa. Ishlaganga ish ham bor, ishlaganga pul non yeyishini ko'r degan ekan. Nazarlaringga ilmaysizlar 5 minglik pulni, 2 minglik pulni. O'shaning uchun bergisi ham kelmaydi, odam boshqa ham qilgisi kelmaydi. Nima o'ylayapsizlar? Odam ishlab topganiga kiyinganini o'tirib olib, sanab o'tirib, o'shanga qarab qarich o'lchayapti. Har bitta odam 50 ming, 100 mingdan berib ketganda sizlar, oho, bizdan yaxshi topyapsizlar. Так что мои dорогие, yig'ishtirish kerak. Davlatimiz ham qarash kerak bu tilamchilarga. Yig'ishtirish kerak. Ikki qat xotinlar olib kelib qo'yishyapti. Odam nima qilishini bilmaydi. Kichkina pulni olinmaydi bu narsalarga yana. Tilanchi bo'lib hamki, tilanchisan, lekin berganga ko'nmaysan. Omad hammaga.